Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Boron Gamer va bugun videorolikdaman bitta blokni davomini olyapman. Shu yana kartamga nimadir burada achchiska va hammasini boshidan boshlashga to'g'ri keldi. Va shunga men uchinchi etapdaman. Shu menga hozir nima kerak? Daraxt kerak. Bitta yaxshiroq fikr bor. Menimcha esimda bo'lsa, o'tgan qismda daraxt fermam qurdim. Tapor bor. Автоматически daraxt ferma qurish kerak, lekin u вообще qiyin bo'ladi. Shunga обычный ferma ham quraman. K blok. To'g'ri, mana shu yerdan quraman. Xo'sh, endi mana kerak. Mana уже miyamda qanaqadir fikrlar paydo bo'lib ketdi. Hozir qurib olaylik. Shu mana bu yerda ayo turtali bo'ladi-ku. Короче, plan buzildi. Yeto ketdi. Mamamda ikkitali bo'lish kerak ekan. Keyin bo'lib endi iloji boricha zemlyani ushlab olishim kerak. Bir donasini ushlab oldim. Normalniy bo'ladi. Endi kerak. Bittadan qilib kerak. Ikkita sloy bo'lish kerak-da. Daraxtni sajansi yeli. Короче, uni ko'chati kerak bo'ladi. Тестировано. Mana bunday o'stiramiz. Xo'sh, mana o'stirib boramiz-da. Mana shu daraxtni hozir buncha kichkina. Menimcha ko'proq bo'ladi bilaman. Mayli. Endi men shu blokni davomlarini kovlab o'tiraman. Bu yerda esa sajini keltiradi. Do'stlar, mana 7 ta sajansim bor. Yana nimadir neto ketibdi. Hozir o'tib 12 ta yetadi deb o'ylayman. Shunga bo'ladi shu menga. Mana bu kerak emas, mana bu kerak emas. Mana buni olamiz. Ancha baland. Keyin yana запасной instrument ham qoldim.
Endi esa mana shuni bilmadim, lekin 100% bir stakdan ko'p chiqadi. Shu почти 1,5 stak chiqdi. Nima bilan? Men do'stlar, menimcha videorolikni tugatsam bo'ladi va hamma